Assalomu alaykum, hurmatli Solar Pro kompaniyasi obunachilari, muxlislari, biz kuzatib borayotganlar. Xo'p, sizlarga bir yangilik aytmoqchiman. Ogoh bo'lish payti kelgan hozir, chunki bu sohada quyosh panellari o'rnatilishida ko'pchilik aldovlarga uchrayapti. Mana hozir ham shu masalada biz keldik. Bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchimiz, fermerimiz chaqirib, mana Farg'ona viloyatida biz hozir chaqirib, xullas mana temirlarni olib kelishgan. Mana o'zingiz ko'ring, keling. Temirlarni olib kelishgan, mana temirlarni tayyorlashib, profillarda qilishgan, lekin ishni oxirigacha yetkazmasdan orada tashlab ketishgan. Buni endi bir qancha o'zlarining asoslari, sabablari bor, lekin demoqchi bo'layotganim, korxona tanlashda, firma tanlashda albatta ishi bor, shu sohada ko'p yillik tajribasi bor, ya'ni portfoliosi bor, hamda background, ya'ni bu korxona haqida ijobiy xulosasi bo'lgan, bu sohada yaxshi tajribaga ega bo'lgan, bu sohada uzoq muddatlik istiqbolli rejalarni amalga oshirayotgan korxona tanlashda adashmaslik kerak. Sababi, agar siz to'g'ri korxona tanlasangiz, nimalarga ega bo'lasiz? Birinchidan, sifatli mahsulotlar va sifatli xizmat, hamda o'rnatib bo'lgandan keyin jarayon, monitoring xizmati, texnik servislar amalga oshiriladi. Bundan tashqari, sizga albatta bitta xodim buyruq bilan biriktirib beramiz. Bu xodim siz bilan 24/7 doim aloqada bo'ladi hamda sifatli xizmatlar ko'rsatiladi. Shuningdek, invertorlarni nazorat qiladi, monitoring qiladi hamda servisni amalga oshiradi. Mana ushbu mijozimiz, hozirgi kunda shu mijozimiz 200 kilovat miqdorida kelishuv amalga oshirgan, qilib beramiz deb kelishuv qilishib, qilib bermasdan pulini olib, bir qismini oxiriga yakunlamasdan ishni ketib olgan. Endi chala qoldirib, ya'ni ishni oxiriga yakunlamasdan chala qoldirib ketgan. Endi bu ishni biz olib, xudo xolasa, mana shu hududga chiroyli qilib joylashtirib, 200 kilovatni atroflarini o'rab yakunlab berishni hozir kelishuvni qildik. Buni to'liq videosini xudo xolasa yakunlangandan keyin sizlarga obzorini qilib boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, hali yangiliklar oldinda. Endi bu kim qilgan bo'lsa ham bu ishni bor-ku. Sal bo'lsa ham pulni halollab olish kerak-da, ustaga. Bu yerga bilasizmi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oxiriga sanamayman, bir 20 ta panel. Aka, normalniy so'mma tikilgan bu yerga, odamlar mehnat qilgan, shu pulni topish uchun qancha harakat qilgan. Mana. Beton ham qo'ymagansiz-da, qarang. Prosta mana buni suqib ketgansiz, shamolda mana polni ag'darilib, sinib bir tiyinga qimmat bo'lyapti. Ko'proq shu like bosib, komment bosib, shunaqa odamlarga yuboringlar, shu tobani ishini ustasiga qildirsin, faqat endi shuncha xarajat, endi bir tiyinga qimmat bo'lganda, hozir mana shular hammasi sinib ketgan.